Demak, bizning ilk qahramonimiz Yo'q. Esimizda qoladimi endi? Qaysi xonani o'rganish kerakmi? ha, Voy. sizdagi eng chiroyli joy ko'rinib turibdi. Voy. Qaysi joy chiroyli? U nima deb ataladi fizikada? Sirpanish qonuni. Yo'q, sirpanish qonuni. Qizlar, billa qizlar bor-ku. Men ketaman. Inson miyasi o'z imkoniyatining atiga 10% dan foydalanadi degan gapni bugun unuting. Bugun mana shu imkoniyatlarni yuzga chiqaradigan kun. Bugun mening 3 ta savolim bor va 3 ta savolga atalgan pullarim ham. Demak, irodasi borlar, tavakkal qilishni yoqtiradiganlar, bilimi borlar yaqinroq kelasiz. 3 ta savolimizga to'liq, aniq javob berasiz va bizning qahramonimizga aylanishingiz mumkin. Ha, aytgancha, bu yerda siz o'z biznesingizni top darajada reklama qilishingiz ham mumkin. Demak, biz boshladik. Sizchi? Tomosha qiling. Demak, bizning ilk qahramonimiz, tanishib olamiz. Bularning ismlari Abdulfozil. Abdulfozil. Yaxshi, Abdulfozil qayerda o'qiysiz, yoshlaysiz? Mars IT'da dasturlash bo'yicha dars beraman. Zo'r-ku. Necha yoshsiz? Sir bo'la qolsin. Sir bo'lsin. 20 dan baland. Yo'q, past. Pastmi hali? Ancha past. Zo'r. Unaqada sizga birinchi savolim aytib qo'yaman. 3 ta savolimga to'g'ri javob bersangiz, men sizga 200 ming so'm pul beraman. O'ynaymiz. Agar yana ham davom ettiraman desangiz, bu summa yana ham ko'payaveradi. Bolam? 400 ming bo'ladi. Demak, birinchi savol. Odam tanasining qariyb 65% ni qanaqa suyuqlik tashkil qiladi? Suv. Suv. To'g'ri topdilar. Zo'r. Va ikkinchi savol. Olmaxonlar yong'oqni qidirib topishda qaysi fizik kimyoviy jarayon yordam beradi? Olmaxonlar yong'oqni qidirib topishida qanaqa fizik kimyoviy jarayon yordam beradi? Ishqalanish. Yo'q, ishqalanib topadingizmi? Yeri qaziydi. Topolmadingiz. 3-savolni ham o'qib beraymi? Eshitib ko'rasizmi? Yaxshi. Xo'p, muzlagan ko'lda havo harorati -20 gradus bo'lsa, eng tubida suv qatlami nima uchun muzlamaydi va necha darajada bo'ladi? Eng tubida endi istinroq bo'lsa kerak. 0 bo'ladi dedingizmi? Yo'q, yana adashdingiz. Javobini kommentariyada o'qib olasiz. Demak, sharting bormi loyihasida edingiz. Instagramda a'zo bo'lasiz. Instagramda kuzatasizmi o'zi? O'zi Instagramda faolsizmi? Yo'q. Yo'q, so'kinib komment yozmaysizmi? Yo'q. Yaxshi. Sharting bormi loyihasi? Xudo xolasa siz bilan yaxshi kunlarda ko'rishib qolamiz. Sog' bo'ling. Mana birinchi. Charchamanglar. Demak, tanishib olamiz. Go'zal qizimizning ismlari Madina. Tanishganimdan xursandman. Ismim Gulruh. Yaxshi. Qayerda ishlaysiz yoki o'qiysiz? Wow, zo'r. Nomdor joyda. Yaxshi. Birinchi savolimiz bor. Demak, siz bilan men 400 mingga o'ynayman. Agar 3 ta savolimga ham javob bersangiz, 400 ming berib yuboraman. Bo'ladimi? Yaxshi. Birinchi savol. O'simliklar quyosh nuridan energiya olib, o'ziga ozuqa tayyorlash jarayoni nima deyiladi? Fotosintez deyiladi. Ana topdilar birinchi savolga. To'g'ri. Qarang, non, kiyik kabi o'ngdan ham, chapdan ham bir xil o'qiladigan so'zlar nima deb ataladi? Ona tilida. P bilan boshlanadi. Nimadirlar deyiladi. Pa? Yo'q. Voy. Uchinchi savolni ham o'ylab ko'rasizmi? Berib ko'raymi, Madina? Xo'p, qaysi qush turi o'zining noyob qanot tuzilishi tufayli nafaqat oldinga, balki orqaga va yonboshga qarab ucha oladi? Burgut. Yo'q. Kim bilan ketadi bu? Kalibri. Endi bitta savolga javob berishingiz qoldi, qarang. Ona tilini o'qimagan ekanman. Domlamizni uzr so'raymizmi, nima deysiz? Ismi nima edi? Esimizda ham yo'q. Maktabni bitirganimga 20 yil bo'ladi yaqinda. O'qchi. Mayli, esimizda yo'q domla, uzr, kechirasiz, maylimi? Madinani ham kechiring. Mayli, Madina sog' bo'ling.
Charchamang, tashkilni xursandman. Demak, bizda yana bir ishtirokchi bor. O'zlarini g'olib sanamoqchilar. Xullas, g'oliblik uchun bizning ismimiz Shahzoda. Shahzoda tanishimni xursandman. Qayerda o'qiymiz? Ishlaysiz? Qayerda? Wow, Oqtepa lavash. Zo'r-ku. Yaxshi, nomdor brendlar. Lavashlardan yeb turinglar, Shahzodani qo'lidan. Va bizda, demak, birinchi savol. Qarang. Dunyoda eng birinchi qog'oz va kompas qaysi qadimgi mamlakatda ixtiro qilingan? Misrda o'sgan. Yo'q. Ko'z. Men sizga yordam beryapman. Qayerda? Amerikada. Amerikada bunaqa odamlar yashaydimi? Xitoyda. Men sizga yordam beryapman, qarang. Shunda ham Amerikada deydi bunday qismi. Demak, birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Demak, ikkinchi savol. Qadimgi Rim imperiyasida askarlarga maosh o'rnida ham to'langan, bugun esa oshxonada ishlatiladigan mahsulot nomi. Maosh o'rnida berilgan Non. Qadimgi Rim imperiyasi askarlariga yo'q. Guruch. Yo'q. Yana bitta shansingiz bor. Siz uni o'ylab o'tganingizcha uchinchi savolni o'qib beraymi, balki uni bilarsiz. Amir Temur bobomiz yirik janglar oldidan harbiy strategiya va miyani chiniqtirish uchun qaysi o'yin turidan juda faol foydalangan? Bilmadim. Voy, Bilmadim. biling, domlalarimiz qaysi maktab bitirdik? Maktabni sharmanda qilmaymiz, domlamizni ham sharmanda qilmaymiz. Oddiygina edi. Oddiygina edi. Mayli, Shahzodaxonga omad tilaymiz. Nima ham derdik? Javobini bilsanglar, kommentariyada yozib ketasizlar. Shahzoda, rahmat, sog' bo'ling. Charchamang. Demak, tanishib olamiz. Bu galgi qahramon bo'laman degan yigitimizni ismlari Ulug'bek. Ulug'bek. Qayerdansiz? Sirdaryo shahri. Sirdaryo shahridan. Yaxshi. Sirdaryoda qaysi maktabni tugatganmiz? 21-maktab. 21-shahardagimi? Yo'q, ichkariroqda. Ichkariroqdagi 21-maktabni Ulug'bekni taniganlar yozib ketasizlar. Xullas, necha bahoga tugatdik? Qayerda o'qiymiz? Maktabdami? Yo'q. Maktabni necha shahodatnomani? Shahodatnomada endi 4 ham bor, 3 ham bor, 5 ham bor. Yigitchilik bu yog'i. Yaxshi. Demak, 5 bo'lgan deya olmayman, lekin bilimimiz bor va hozir o'qiyapmizmi? yo'q, tugatgan. Milliyni tugatgan. Milliy universitetni. Milliy universitetni bolalari vasha aqlli bo'ladi. Men buni ko'p bora sinaganman va birinchi savolimizga aniq Ulug'bek javob berishi kerak. Milliyni sharmanda qilmang. Sirdaryoliklarni ham. Demak, o'qiyman. Birinchi savol. Havoda eng ko'p tarqaladigan va biz nafas oladigan gaz tarkibida 78% ni tashkil qiluvchi element nomi. Kislorod. Mana qarang. Havoda eng ko'p tarqaladigan va biz nafas oladigan gaz tarkibida 78% ni tashkil qiluvchi element Azot. azot. Qaysi yo'nalishda tugatdingiz milliyda? Geologiya. Geologiya. Zo'r. Qarang, endi ikkinchi savolga o'tyapman. Demak, 200 mingga ikkita yana savolga javob berishingiz kerak. Xo'p, rangli sovun ko'pigi nima uchun doimo oq rangda ko'rinadi? Rangli sovun ko'pigi oq rangda nima uchun ko'rinadi? Aha. Bilmadim. Ko'pigi chunki. Ko'pi bo'lgani uchun emas. Bunda ham fizik va kimyoviy xossalar bor. Suv bilan aralashgandan keyin oq rangda ko'rinadi. Javobi umuman boshqacha edi. 3-savolni ham o'qib bera qolay, maylimi? Xo'p, inson uxlayotgan paytda uning 5 ta asosiy sezgi a'zosidan qaysi biri butunlay o'chadi va ishlamaydi? Uxlayotganda Da 5 ta a'zosidan qaysi biri umuman ishlamaydi va o'chadi? Uxlayotganda qaysi a'zolaringizdan 5 tasidan bir donasi o'chib qoladi? Judayam zo'r, qiziqarli ekan savollarimiz. qiziqarli. Agar mana shu savollarga ikkalasiga ham javob bersangiz, borku men sizga 400 ming beraman. Miya o'chmaydi. Yurak urib turadi. Ular ishlab turadi. O'pka ishlaydi. Miya bo'la qolsin. Yo'q, miya
Men tush ko'rasiz. Yo'q. Men ham ishlayman. Ulug'bek topishni rosa xohlayapsiz, bilyapman. Nima? Topolmadingiz. Ulug'bekka omadlar tilaymiz. Qahramonimiz bularmi deb o'yladik. Afsus, Ulug'bekka ham emas ekan. Ulug'bek, sharting bormi loyihasini kuzatib boring. Kommentariyada yozishsinmi bilganlar? Yozishsin. Yozinglar kommentariyada. Sharting bormi? Qani, yozib ko'ring-chi. Vaqti. Ajoyib. Rahmat. Sog' bo'ling. Bizni kuzating. Sog' bo'ling, charchamang. Xullas, mani go'zalimning ismlari. Go'zal. Vau, go'zalmi? Yaxshi, unda go'zalim deganim zo'r ta'sir qildi sizga. Yaxshi. Qayerda ishlaymiz? Yakkasaroy masa restoranida ishlayman. Zo'r, ajoyib. Maktabni necha bahoga bitirgan edingiz, eslaysizmi? 4-5ga. 4-5 ga va 200 ming so'mni aniq yutib olsalar kerak. Bizning qahramonimiz go'zal bo'lishi mumkin. Xo'sh, yerning birinchi savolini o'qiyapman. Diqqat qilasiz. Yerning barcha jismlarni o'ziga tortadigan kuch nima deb ataladi? Yerning barcha jismlari Tortadigan kuch. Yerda Barcha jismlarini o'ziga tortadigan kuch nima deb ataladi? Fan tilida ham bor. Xohlasangiz o'zimizni xalq atamasida atasangiz ham bo'ladi. Lekin magnit emas. Magnit bizdan tortib olayotgani yo'q hozir. yer havoda. Ikkinchi savolni ham o'qiyman. Ko'z yoshartiruvchi piyoz to'g'ralganda, ko'zni yoshlantiruvchi piyoz to'g'ralganda havoga qaysi o'tkir elementli kislota bug'larini chiqaradi? Ya'ni nima uchun ko'zimiz achiydi? Piyoz to'g'raganimizda qanaqa element hisobiga? O'ylaymiz, siz javob berishingiz kerak. Nimadir gugurt? Oltin gugurt. Uchinchi savol. Tayyormisiz? Birinchi savol javobini hali ayta olmadingiz, lekin buni o'ylayapsiz ichingizda. Men uchinchi savolni ham o'qiyman. Kapalaklar gullarning ta'mini va shirasini o'z tana a'zolarining qaysi qismi orqali his qiladi? Nektarini. Aha, nektarini qaysi tana a'zolari orqali his qiladi? Burni, ko'zi. Yana javoblar bormi? Aniq bitta javobni ayting. Go'zalim o'zimni. Meyve. Topolmayapsiz. Kapalaklar. Aha. Shoxchalarmikan? Qanaqalar? Shunisi ham bo'lishi mumkin. Nima deydi? Nohotga topolmayapsiz. Nima deydi? Naychalari yo'q, topolmadingiz. Go'zalim, sizni g'olib bo'lishingizni rosa xohlagan edim. Shoshilib turibman. Mayli, sog' bo'ling. Sizga omad, charchamang. Xullas, bu go'zal qizimizning ismlari Surayyo. Surayyo. Yaxshi. Qayerdan siz? Chirchiqdan. Chirchiqdan. Maktabni necha bahoga bitirdik va qaysi maktabni tugatganmiz? 4-5 6 sonli maktab bitirganman. Hozir o'qiymiz, ishlaymiz? Ishlaymiz hozir. Ishlaymiz. Yaxshi. Ishlash davomida maktabdagi darsliklar sizga yordam berdimi biror marta? Ha, albatta Yordam berdimi? Ha. Domlalaringiz qaysi birini eslab qolgansiz va rahmat aytasiz? O'zim rahbarim, sinf rahbarim. 1-sinfdan 4-sinfgacha keyingi rahbarim. Aha, sizlar bormi? Ha. Olmagul opa va Bahor opalarni. Olmagul opa va Bahor opa, rahmat sizlarga. Hayotmi? Ha, hayot xudoga. Yaxshi. Demak, domlalarga rahmat aytib, birinchi savolni o'qiymiz. Qani domlalarimizni uyaltirib qo'ymaymiz degan umiddamiz. Oddiy maktab darsliklaridan, demak, boshladik, a? Kitlar va delfinlar baliqlar sinfiga kiradimi yoki sut emizuvchilargami? Baliqlar. Baliqlar, demak, kitlar va delfinlar baliqlar sinfiga kiradimi yoki sut emizuvchilarmi? Baliqlar. Baliqlar turiga kiradimi? Noto'g'ri javob berdingiz-ku. Bilmas, esimizdan qoladimi endi? Ikkinchi savolni ham o'qib bering, balki topib olarsiz, a? Yuz so'zi ham sonni, ham inson a'zosini bildiradi. Bunday shakldosh so'zlar tilshunoslikda nima deyiladi? Yuz, odamning yuzi, yuz, son. Ona tilidan. Bilmasam. O'ylab ko'ring. Hozir men sizga yordam beraman. Topdingizmi?
Uchinchi savolni ham o'qib bera qolay. Bering, bering. Dunyoda eng qadimgi va hozirgacha uzluksiz faoliyat ko'rsatib kelayotgan universitet qaysi davlatda joylashgan? Amerika. Amerikadami? Menimchalik yo'q. Arab mamlakatlarida ular. Topolmadik. Mayli, Surayoxon, sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz. Charchamang. Omad. Xo'p. Menda biratolasiga ikkita qahramon bor. Demak, sizga 3 ta, sizga 3 ta savollarim tayyor turibdi. Birinchi tanishib olamiz bu chiroyli asalcha qizlarni ismlari. Durdona. Durdona. Marjona. Opa singilmisizlar? Qaysi? Dugonamisizlar? Birga yashaymiz-da. Juda ham chiroylisizlar. Xudo sizlarni rosa ham siylabda. Rahmat. Demak, savollarimiz eshitasiz-a? Birinchi savolim. O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligini qaysi yili qo'lga kiritgan? Voy, esimda edi. Hozir savoling. 91-yil. 31 avgust. Aha, 91-yil, 31 avgust. Demak, sizni savolingizga siz javob bermaysiz. Maylimi? Alohida o'ynaylik. Ikki kishi bitta qizni urayotgandaysizlar hozir. Demak, ikkinchi savolim. Momaqaldiroq paytida nima uchun har doim avval chaqmoq ko'rinadi, keyin esa ovozi chiqadi, bilasizmi? Ha. Ana o'sha ovozi eshitiladi. Osmondan sekin yetib kelsa kerak-da. Yo'q. Birinchi ko'rinadi, keyin quloqimizga sekin yetib keladi. Osmondan zud Ana shu fanda nima deyiladi? Fizika qonuni. Qaysi qonun? Qaysi qonunni o'rganish kerakmi? Ha, Voy. nima deyiladi? Mana shu nima tezligi deyiladi? Chaqmoq tezligi. Svet tezligi. Unaqa qonunlarimiz yo'q edi. O'ylab topdim-da. Umuman o'ylab topdim. Demak, 3-savolni aytib qo'ya qolay, Davay, maylimi? aytsin. O'ylab turasiz, dugonangizga o'ynab turamiz bungacha. Demak, inson tanasida umrining oxirigacha o'sishdan umuman to'xtamaydigan ikkita tashqi a'zoni ayting. Tashqi a'zo. Ha. Soch bo'lsa kerak? Ha. Soch to'xtaydimi? Ha, to'xtaykan. Qarang, inson tanasida umrining oxirigacha o'sishdan umuman to'xtamaydigan. Tirnoq. Yo'q. Voy, nima unda? Yo'q, Yosh. qo'yamiz ekan. Voy. Burun. Burun. Bittasi burun, ikkinchisi. Voy, ikkitami ular? Ha. O'sha soch bilan kufri bo'lib qolmasin-da. Unda qiz salonga bormasdi. Burun bilan Mhm. nima marjon? Sizdagi eng chiroyli joy ko'rinib turibdi. Voy, Qaysi joy chiroyli? hozir. Ko'zimmi? Yo'q. Kiprigim. Qoshim. Ha, hamma joy aytib hammani. Quloq. Ha. Topmadimmi? Topdingiz, endi ikkinchisiga topasiz. Fizika qonunini o'ylab toping. Newton masa? Durdona, Pul kerak-da. sizni yaxshi ko'raman. Sevish qonunimi? Sevilish aynalar. Men ham o'zim sizni sevaman. Demak, Durdonaxon yutqazib qo'ydilar. Keling, Marjona. Emasmidi? Ha? Yo'q. Qonuni. Qonuni. Keyin o'zim sizlar quloqlaringga aytib yuboraman. Chiqib qolishi mumkin emas-da. Ha. Demak siz tayyorsiz? Marjonaxon. Kimyoviy elementlar davriy jadvalini birinchi bo'lib tizimga solgan va tuzgan olim kim? Qarang. Nomi bilan. Aha. Kimyoviy elementlar davriy jadvalini birinchi bo'lib tizimga solgan va tuzgan olim kim? O'sha nomiga belgilab qo'yilgan. Newton. Yo'q. Nomi bor. Uni jadvali deydi. Nima jadvali deydi? Biz boshqa qila boshladi. Voq. Marjon boy. Hozir pul kerak bizga. Siz boshqa Kimyo bilmayman. Ikkinchi savolni beraymi? Ikkinchi savolni. Siz ana fizika qonuningizni o'ylang. Muzlagan ko'l ustida odatdagi poyabzalda yurish nima uchun juda qiyin va sirpanchiq bo'ladi? Muzlaganda Ha? Qarang, muzlagan ko'l ustida odatdagi poyabzalda yurish nima uchun juda qiyin va sirg'anchiq bo'ladi? chunki muz bo'ladi. Ha. U nima deb ataladi fizikada? Sirpanish qonuni. Yo'q, sirpanish qonuni, sirpanish qonuni. Qizlar bor-ku. Qizlar bilan yaratyapmiz. Biz boshqatdan fizika yasaymiz. Hozir qizlar bilan men ketaman uyga. Sizlar bor-ku, jadvallarni umuman yo'qotasizlar. Qo'zg'alish qonuni. Ishqalanish qonuni ham bor, hozir chiqadi bor. Mam, ishqalan. Unaqa emas. Yangi qonun yaratmanglar. Ketdik, 3-savol. Ketdik. 3-savol. Bir tildan ikkinchi tilga so'zma-so'z tarjima qilib bo'lmaydigan ko'chma ma'noli turg'un iboralar nima deyiladi?
bir tildan ikkinchi tilga umuman tarjima qilib bo'lmaydigan iboralar nima deyiladi? Masalan, samolyot. Masalan, samolyot. Boshqa tilda ham samolyot. O'zlashma so'zlar bilasizmi bular? Kirib kelgan. Bilmayman men. Nimaga menga qiyin? Sizga oson. Ancha oson. Kommentariyada yozasizlar. Begona so'zlar. Ana ona tilida ham yangilik yaratdik. O'zgarmaydigan so'zlar. Yo'q, unaqa emas. Qizlar, men sizlarga bor-ku 200 dan 400 berardim. Kimiyadan aytaydi, qaranglar, mimikalarimiz zo'r chiqadi, emotsional zo'r chiqyapti-ku. O'shanga men kimiyadan birinchi savolingizga javobini men aytib, bekkaningizga 400 yetadi. Rozimiz 200 bering, mayli yetadi. Rozimizmi? Demak, ikkinchi savolning javobini o'ylab topdingizmi? Chaqmon ekanaman. Ha. Chachib chiqyapsiz. Domlamizdan uzr so'raymizmi, nima deysiz? Ha, davay, uzr so'rasam, yurib ketasiz, mayli. Domla uzr, Kechiring. kechiring. Men tanimayman, lekin kechiring. Qaniysa bilamiz. Qizlar, sog' bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Juda ham pozitiv qizsizlar. Rahmat. Ishoninglar. Quyoshcha bo'ldinglar. Ko'rsatvomda. Mendili ham jadval. Rahmat. Mayli, charchamanglar. Bo'pti. Sharting bormi? Bosinglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar, repost qilinglar. Ha. Fizika o'rganmoqchi bo'lsangiz, oling javob. Sharting bormi loyihasi? Sharting bormi? Ha. Bo'ldi. Qaysi qush turi eng katta tuxum qo'yishi bilan dunyoda ucha olmaydi umuman? Tuxum qo'yadi va eng katta tuxumni ham qo'yadi va ucha olmaydi ham. Lekin qush. Aha, qaysi qush turi dunyoda eng katta tuxumni qo'yadi va ucha olmaydi? Ash qiz bilib o'tiribdilar. Agar yoningizga kelganda javob berardilar. Lekin hozir javob bermaydilar. Qarang, bor. Bizda shunaqa bizneslar bor. Kurkami? Yo'q. Kurka endi katta-da. Yo'q. Ana katta qush. Mashhur biznes turi bor. Boshini tuxumga tiqib oladi. Uni ham bilmadingizmi? Ana unda men ko'rganman, u kurka deydimi, nima deydi? Bilmayman to'g'risi. Nomi esimda yo'q. Nimadir qush. Ha, o'sha odamlar ustida o'tirib va men Ha. so'ralarimga qo'yganman uni lekin. Ha. Nomini bilmayman. Birinchi marta. Demak, ikkinchi savolimni o'qib beraymi? Eshitib ko'rasizmi? Non pishayotganda xamirning chiroyli shishib, govok bo'lib chiqishining qaysi gaz ko'pigi sabab bo'ladi? Men keta qolaman. Mayli, sog' bo'ling. Demak, go'zal qizimizning ismlari Shahnoza Osmonova. Shahnoza. Shahnoza toshkentlikmiz. Yo'q, Xorazm. Xorazmdanmi? Xorazmcha gapira olasizmi? Ha. Ha, galasizmi, galmaysizmi? Kelaymi? Galing. Xullas, birinchi savolni beraymi? Bering. Bering deydi. Inson tanasining tayanchi bo'lgan va suyaklardan tashkil topgan ichki karkas nima deyiladi? Nima? Qanaqa so'zmi? Qarang, inson o'ylab ko'ramiz, qarang. Inson tanasining tayanchi bo'lgan suyaklardan tashkil topgan ichki karkas nima deyiladi? Ichki ushlab turadigan. Muskul. Muskul ushlab turmaydi-yu, sizni? Nima zari? Yo'q. U yordam bersa yutmaysiz pul. Nima bilmayman. Men savolni tushunmayman. Savolni eshiting, qarang. Suyaklarni nima ushlab turadi? Nima ushlab turadi? S ketadi. S. Suyaklarni nima ushlab turadi? O'sha suyaklar bilan-da Yo'q, bilmayman. Tashkil topgan. Kim ham robot qilmayapti. Ne работает? Ne работает вообще? Ikkinchi savol. Quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri terimizga tushganda tanamizda qaysi muhim vitamin tabiiy ravishda Vitamin D. sintezlanadi? To'g'ri topdingiz. Endi u mayli endi. Uchinchi savolni ham beraman. Birinchi savol o'ylab ko'ring, lekin juda oson. Suyuqlik yoki choy idishida qaynab chiqqanda idish qopqog'ini tinmay yuqoriga ko'tarib harakatlantiruvchi kuch nima? Воздух, давление, par, Yana? bo'ldi. Kislorod. Kislorodmi? Kislorod chiqaryapmizmi? Shahnoza, keling. Juda ham pozitiv qiz ekanlar. Xorazmliklar. Podдержка qilamiz bu qizimizni. Bilmayman. Men xohlayman sizni va 200 ming olib ketishingizni. Bilasizmi buni ham? Pastga qo'yaring bo'pti. Buni ham bilasizmi? Ha? Balki
savol Bdan ketadi, ha? Et? Yo'q. Nimaga? Keling, qahramonimiz bo'lasiz. Ha, kim? Bo'pti, mana bu bilar kim? Bunga O'rtoqlari beraylik. biladi ekan. Yo'q. Yo'q, unaqa kerak emas. Biz pul beradigan odamimizni ko'rsatishimiz kerak. Shahnoza 200 ming zari yaxshi. 200 ming so'm. Zari 200 mingga chiqmasmiding? Mana shu 200 ta odam ko'radimi yo'q? 139 ming odamim bor. 200 ming ta odam ko'radimi yo'qmi mana? Kiraman, ertaman chiqaman. Hop. Da. Pulini beramanmi keyin sizga? Pulini beramanmi? Ha, beradi. To'g'ri aytadi. Bo'pti, kel bu yoqqa. Hamma o'zim olamasan. Ne buni qiladi? Mayli, indamang. Et. Birinchi savolga javob. Skelet. Aha. Uchinchisi? Uchinchisi. Bug'ida. Parvoz qiladi. Bu par, voy perevod qilaman. Parma yostiqni pari deb tushundim. Bo'ldi, 200 ming bering menga. Oling. Dadam. Qahramonimizning ismini bilsam bo'ladimi, Xatiyabi? Zarina. Zarina, qayerlisiz? Chirchiqli. Chirchiqdan. Tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Qaysi metal xona haroratida qattiq emas, balki suyuq holatda bo'ladi? Xona haroratida Da? suyuq bo'ladi. Ha. Isitmani o'lchaydi u bilan. Ha, O'sha gradusnik Ha, ichidagi aha. Xitoydan boshlanadi. topamiz. S bilan ketadi. Oxiri B. Hozir. Bo'ldi. Aha, ha. Yo'q, emas ekan. U emas ekan. S boshi S. Ha, oxiri B. Ikkinchi savolni ham o'qib turing, balki Ikkinchi kelib savolni qoladi. o'qidim. Nutqimizda ma'nosi bir-biriga yaqin yoki bir xil bo'lgan ma'nodosh so'zlar fan tili bilan nima deyiladi? Sinonim. Sinonimlar. To'g'ri topdingiz. Demak, uchinchi savolni ham o'qib turing, Da, birinchi savol kelguncha. Jirafalar juda uzun bo'yli bo'lishiga qaramay, bir sutka davomida jami taxminan necha soat uxlashadi? Necha soat uxlashadi? Aha. 7-8 soat. Siz uxlaysiz. 7-8 soat. Necha soat uxlashadi? Ismingizni so'ramadim-ku? Farangiz. Farangiz. Mani eng yaqin o'rtog'imning ismi Farangiz. Qarang, menga bitta qarangiz. Zo'r. Farangiz, men sizga 200 ming bermoqchiman. Demak, oddiy savollarimiz qoldi. Oddiy emas, metall esimda yo'q. Хорошо, jirafka necha soat dedingiz? Bir sutkada necha soat Uxlaydi. Bir soatda давайте 24 soatda necha soat uxlaymiz? давайте Judayam oson edi u. 6 soat 5 soat. Jirafalar necha soat uxlashadi? Yo'q. Operatorim ham hatto qo'llar bilan ko'rsatyapti. Yo'q, 4-5 unaqa soat. emas. Yo'q, 4 + 5 deysan. Demak, Farangiz topolmadingiz. Uchta savol minsan. Tashkentda xursandman. Kola uchun rahmat. Demak, bu kichkintoy, chiroyli qizimiz ismlari? Sarvinoz. Sarvinoz tanishganimdan xursandman. Juda ham chiroyli yaratibdi Xudoyim sizni. Demak, birinchi savolimni javob berasiz va biz sizga 200 mingdan pul beraman. Agar topa olsangiz. Hozir o'qiymiz? Hop. Qayerda o'qiysiz? 308 maktabda. Maktabda o'qiysiz. Demak, o'qituvchilarni 308-maktab o'qituvchilarini sharmanda qilmaysiz degan umiddaman. Nechinchi sinfda? 11ga o'tdim. 11ga o'tdingiz, xudo xolasa. Mirzo Ulug'bek Samarqandda qurdirgan va eng mashhur ilmiy bino nomi va u yerda nimalar o'rganilgan? Tarix bilmayman. Ingliz tilidan bering. Hamma biladi, Samarqandda borganmisiz Samarqandga o'zi? Yo'q, bormaganman. Bormagansiz, Samarqandga borishni maslahat beraman. Demak, Mirzo Ulug'bek Samarqandda nima qurdirgan va u yerda nimalar o'rganilgan? R ketadi. Kommentariyada yozamiz. Ikkinchi savolni o'qib beraymi ungacha? Давайте. Avtomobil shinalariga qoramtir rang va yuqori chidamlilik beradigan asosiy kimyoviy modda nima? Qoraytiradigan anaqa bor. Nomini bilmayman, lekin o'zini bilaman. Nima? Rahmat aka, o'rtadan o'tganingiz uchun. Nomini bilmayman lekin. Uchinchi savolni ham o'qib beraymi? Ular qiling.
osonroq bering. Aha, kosmonavtlar koinotda ma'lum muddat yashaganlaridan keyin bo'ylari nima uchun bir necha santimetrga o'sib qoladi? Chunki o'tda anaqa bo'ladi-yu. Vaznsizligi bo'lganiga, tipo yer tortish kuchi bo'lmaydi, поэтому bo'yi o'sishi mumkin. Bunda Shunaqa deb demak o'ylayman. bu fizikada qanaqa ataladi? Faqat ingliz tilida o'qiyman. Voy, Sarvinoz. Men sizga rosa pul bergim kelgan edi. Mana moyo keldi. Mayli, omad tilayman. Ishlaringizga zo'r joylarga o'qishga kirib keting. Rahmat. Charchamanglar. Sizning pullaringiz menda turibdi. Qachonki 3 ta savolga javob berasiz va ko'rsatuvimizning qahramoniga aylanasiz, ana shunda pullaringizni olishingiz mumkin. Demak, ko'rsatuvimizda ishtirok etish uchun kommentariyaga plus belgisini qoldirasiz va siz biz bilan bog'lanishingiz kerak. Ana shundagina qahramonimizga aylanishingiz mumkin. O'zingizni bilimdon sanaysizmi? Unaqada marhamat, 3 ta savolga javob bering. Xayr, sog' bo'ling.